Agar ertalab turganingizda yuzda shishlar, charchoq bo'lsa, agar yuzingizda ajinlar paydo bo'layotgan bo'lsa, yuzingiz rangi buzilgan bo'lsa, bo'yningiz og'risa, men sizlarga bitta zo'r xabarim bor. 8 ta zo'r odatlari bor. Hayotingizdan vaqtni olmaydi, lekin hayotingizni o'zgartiradi. Va shu odatlarni hayotingizga kiritsangiz, aytganimdagi hayotingizdan vaqt olmaydi. 1 minut vaqtingiz ham olmaydi. Prosta odatlaringizni o'zgartirasiz. Yuzingiz kundan kunga yosharishni boshlaydi. Bu odatlar nima ekan desa, shu odatlarni olmoqchi bo'lsangiz, unda shu rilsi tagiga 8 sonini yozing va biz sizga bu odatlarni jo'natib yuboramiz. Bu odatlarni o'rganib olganingizdan keyin qanaqa qilib zo'r mashqlar orqali, to'g'ri ovqatlanish psixologiya orqali yana va zo'r yosharishni o'rgataman sizlarga. Mana qaranglar, meni yuzim oldin, meni badanim oldin. Qaranglar, meni yuzim hozir. Videoda ko'rib turibsiz. Shunaqa natijalarga sizlar ham erishmoqchi bo'lsangiz, unda birinchi mana shu 8 ta odatni o'rganib oling. Ketidan esa men sizlarga qanaqa qilib shunaqa osonlicha pul ketkazmasdan, ukollarsiz yosharishni o'rgataman.